Xitoydan variantlar keldi. Joyindagi narxi $5 deb. Olib kelish narxi, rastamoshka narxi, logistika hammasi $8 yaqin bo'ladi dedi. $8 qoplayman. Bilmadim, agar qoplaydigan bo'lsa aloqa chiqishlaringiz mumkin. $8 1 kilosi joyinda o'lchanadi. O'zbekistondagi o'lchanmaydi. To'lovlar hammasi xohlasanglar nal, xohlasanglar shotqa перечисление. Oyog'ini o'zlaringiz bilasizlar. Ikki xil to'lovlar bor. Necha kunda keladi deganlarga 21 kun karantinda turadi. Kelish muddati, ya'ni yo'lga chiqqandan keyin 10 kun ichida keladi. Uzog'i. Asli 3-4 kun berilgan, lekin biz общий force majorlarni holatini olib 5 kundan 10 kungacha deb beramiz. Ya'ni ishkizni oldiga kirib kelguncha yo'lda yedirib, ichirib, suv berilib keladi. Yo'nalish Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston bo'lib keladi. Hop, shunaqa. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin, eshituvchi kimga kerak bo'lsa. Simentallar bor. Simental, ham g'unajin, черный пестрый g'unajin, bo'g'ozlari simental buqalar bor.